haben, sein bu verblarning o'ziga xos tuslanishini va qachon, qayerda, qanday qo'llanishini bilarmidingiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, biz siz bilan hozir buni batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Bugun bizning 3-darsimiz haben va sein verbi. Hozir biz buni birgalikda bu verblarning o'ziga xosligini batafsil ko'rib chiqamiz. Haben verbi. Haben verbi o'zbek tiliga bor bo'lmoq, ega bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Agar oramizda ingliz tilini bilgan o'rganuvchilarimiz bo'lsa, haben verbi ingliz tilidagi have, has ga to'g'ri keladi. Shuni ham bilib qo'yishingizlar joiz. Haben verbi ko'rib turganimizdek ega bo'lmoq, bor bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Dastlab biz bu verbni tuslanishini, ya'ni kishilik olmoshlariga qanaqa qilib tuslanishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu tuslanishimizni ko'rishdan oldin sizlar bizning 2-darsimiz, ya'ni kishilik olmoshlari va verblarning tuslanishi mavzusini ko'rib chiqqaningiz ma'qul. Boshlaymiz. Ich habe. Ich habe. Du hast. Du hast. Sie es hat. Sie es hat. Wir haben. Wir haben. Ihr habt. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. Shuni e'tiborga olishimiz kerak. Bu haben verbimizning o'ziga xosligi shundaki, bu verbimiz du va sie es, ya'ni ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birliklarda ko'rib turganlaringdek o'ziga xos tuslanishga uchraydi. Ya'ni bu qisman qoidalarga bo'ysunmagan holda tuslanishga uchraydi. Bu keltirilgan tuslanishlarni daftarlaringizga yozib, yodlab olganlaringiz ma'qul. Davom etamiz. Haben verbini biz hozirgi zamonda misollar bilan ko'rib chiqamiz. Dastlab shuni aytib o'tishim joiz. Haben verbi o'ziga xos tarjimaga ega bo'lib qoladi. Ya'ni bu verbi bilan gaplarimiz qanaqadir ish harakat bajarmaydi. Misol uchun ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Meni bir kitobim bor. Meni bir kitobim bor. Wir haben eine Prüfung. Wir haben eine Prüfung. Bizda bir imtihon bor. Bizda bir imtihon bor. Hat Zeit. Hat Zeit. Uni vaqti bor. Uning vaqti bor. Bundan tashqari haben verbining o'ziga xosligi yana shundan iboratki, ko'rib turganingizdek, bu gaplarni biz o'zbek tiliga turlicha qilib tarjima qilishimiz mumkin. Lekin hamma gapning ma'nosi bir xil chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ich habe ein Buch. Meni bir kitobim bor. Yoki biz bu gapni menda bir kitob bor yoki mening bir kitobim bor deb tarjima qilsak bo'ladi. Lekin uning ma'nosi o'zgarmaydi. Shuni e'tiborga olinglar. Bizning keyingi o'ziga xos bo'lgan verbimiz bu sein verbi. Sein verbi o'zbek tiliga bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Va yuqorida aytganimdek yana aytib o'tishim kerak. Agar oramizda ingliz tilini yaxshi bilgan o'rganuvchilarimiz bo'lsa, sein verbi ingliz tilidagi to be fe'liga, to be verbiga mos tushadi. Shuni ham unutmanglar. Dastlab bu sein verbini biz boyna ko'rib chiqqanimizdek tuslanganini, haben seinni, buni ham biz tuslanishini ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki nemis tilida har bir verb kishilik olmoshlariga monand, mos ravishda tuslanadi. Lekin sein verbining yana o'ziga xosligi shundaki, bu sein verbi qoidalarga bo'ysunmagan holda tuslanishga ega. Misol uchun, ich bin. Du bist. Sie es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. E'tiborga olinglar. Haben verbini ham, sein verbini ham iloji bo'lsa daftarlaringizga yozib olib, yodlaganlaring ma'qul. Chunki nemis tilida deyarli ko'p joyda bu verblar ishtirok etadi. Shuning uchun bu ikki verbni puxta o'rganganlaringiz ma'qul. Davom etamiz. Sein verbining o'ziga xos katta bir muhim xususiyati bu sein verbi bilan biz gaplarda ishlatganimizda xuddi gaplarimiz jismonan ish harakat bajarmagandek tuyuladi.
Lekin men aytib o'tishim kerak, nemislar har bir gapida fe'l ishlatadi. Har bir gapida fe'l ishlatmadim, u gap chala hisoblanadi. Shuni e'tiborga olinglar. Misol uchun men talabaman degan o'zbek tilida gapni aytganimizda xuddi bizning gapimizda fe'limiz yo'qdek tuyuladi. Ya'ni men talabaman ko'rib turganingizdek. Lekin bu gapni nemislar aytganda, bu gapida ham nemislar verb ishlatadi. Ya'ni shunaqa gaplarda nemislar sein verbini ishlatadi. Misol uchun ich bin student. Ich bin student. Men talabaman. Xuddi ko'rib turganingizdek, bu yana sein verbimiz bo'lmoq deb tarjima qildik. Lekin xuddi gapda bu yo'qolib ketgandek yoki ko'rib turganingizdek bizdagi man qo'shimchasiga mos tushib qoladi. Shuning uchun agar sizlar biron bir o'zbekcha gapdan nemischa gapga tarjima qilayotganlaringda gaplaringda xuddi jismoniy ish harakat bajarilmayotgandek tuyulsa, demak u yerda 60-70% holatda sein verbi bilan gap kelayotgan bo'ladi. Bu sein verbi undan tashqari o'zbek tiliga birga-bir tarjima qilish qiyin yoki tarjima qilsak buni aniq o'zbek tili tarjimasida ma'no qochadi. Misol uchun ich bin studentni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib olsak, men talaba bo'laman degan tarjimani berib qo'yadi. Lekin bizga bu to'g'ridan-to'g'ri tarjima chiqmaganligi uchun bizda qisqartirib shuni man kabi aytib ketishadi. Ya'ni men talabaman deb aytib ketishadi. Buni e'tiborga olib qo'yinglar. Davom etamiz. Biz hozir sein verbini ishlatilish holatlarini hozirgi zamonda ko'rib chiqamiz. Asosiy ishlatish holatlari 3 xil holat. Ya'ni shaxslarning kimligini ta'riflashda. Misol uchun ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Men o'qituvchiman. Men o'qituvchiman. Wir sind Studenten. Wir sind Studenten. Biz talabamiz. Biz talabamiz. Ikkinchi holatimiz otlarni sifat bilan ta'riflaganda. E'tibor beryapsiz. Otlarni sifat bilan ta'riflaganda. Misol uchun das Buch ist interessant. Das Buch ist interessant. Kitob qiziqarli. Kitob qiziqarli. Ihr seid nett. Ihr seid nett. Sizlar ajoyibsizlar. Senlar ajoyibsizlar. Keyingi holatimiz joylatishuvni aytishda. Misol uchun ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Men uydaman. Men uydaman. Sie sind in der Universität. Sie sind in der Universität. Ular universitetdalar. Ular universitetdalar. Ko'rib turganingizdek, sein verbi gaplarimizda birga-bir tarjima bo'lmaydi. Ko'rib turgan tarjima bo'lmaydi. Shuning uchun bunaqa gaplar kelganda biz, ya'ni o'zbek tiliga birga-bir tarjima qilib bo'lgan gaplar kelganda biz nemis tilida uni sein bilan, o'zbek tilida esa zeinni odatda tarjimadan tushirib qoldiramiz yoki otlarimiz oxirida mana man, miz, ajoyib sizlar, manlar kabi qo'shimcha bilan tarjima qilib ketib qolamiz. Har doimgidek siz kuzatuvchilarimiz uchun bizning darsimiz oxirida quyidagi savolimiz bor. Was sind Sie von Beruf? Kasbingiz nima? Misol uchun ich bin Lehrer. Men o'qituvchiman. Sizning kasbingiz nima? O'z kasbingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu biz uchun qiziq. Barchaga kuzatuvchilarimiz uchun rahmat. Videomizga like bosing, obuna bo'ling, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Undan tashqari o'quv materiallarini, bizning prezentatsiyalarimiz agar sizga kerak bo'lsa, video ostidagi Telegram link orqali Telegram kanalimizga o'tib, u yerdan barcha prezentatsiya va o'quv material va uyga vazifalarni yuklab olishingiz mumkin. Barchaga rahmat.